Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yurtimiz dehqonlari, chorvadorlar, aka-ukalar, hamyurtlar. Mana bugun navbatdagi videomiz Xitoy davlatidan keltirilgan makka urug'imizni silos yo'nalishi bo'yicha ekilgan navini mana uvat qismidan bunaqa yaxshi qaralmagan joydan videosini olyapmiz. Mana hech ekilganimiz yo'q. Asta-sekinlik bilan kelyapmiz. Pavos 600, Xitoy 101 silos don yo'nalishi bo'yicha. Oraliq o'tdan keyin 4-5 iyunda ekilgan, 2025-yil 4-iyunda ekilgan. 500 kilo, 700 kilo, 750 kilodan mineral o'g'it solingan. Mana ichlari ham bo'y 4 metr. Aksariyat ikkitadan, endi hammasini ikkitadan desa yolg'on bo'ladi. Deyarli ko'p 2 donadan dumbil olgan. O'zi so'nggi 3-4 yil ichida Xitoy davlatidan keltirilgan urug'lar deyarli ko'pi 2 donadan hosil olyapti, dumbilni yetkazyapti. Biz mana bosh tomonidan uvat qismidan mana dumbillarni ko'ryapsizlar. Endi mana yeydigan, pishirib yeydigan holatga keladigan holati hali dumbillar yetilib pishiga bor. Mana 30 santimetrdan kam emas. Mana asta-sekinlik bilan ichga kiryapmiz. Juda yurib olmaydi. Kesib ketgan. Mana dumbillar. Dumbili 1,5 metr balandlikda olingan, bo'yi 3,5-4 metr. Tanasini yo'g'onligi ham yaxshi. Silosga ko'p viloyatlarda yaxshi qaragan joylarda, mana Buxoro viloyatida ham dehqonlarimiz telefon qildi. 90 tonnadan silos berdi. Mana dumbillarni ko'ryapsizlar. Mana sizlarga realniy bo'lgan holatini ko'rsatyapmiz. Bitta poyani erta bahorda ekilgan poyani butunligicha tortilganda 1 kilo 700, 1 kilo 800 gram chiqqan boshidan tagidan o'rib tortgan holatlarni ko'rdik. Mana ichki tomonlar, mana dumbillar. Silosga super natija. Endi bundan ortiq bo'lmasa kerak. Menimcha mana ko'ryapsizlar. Mana meni qarichim 21-22 santimetr chiqqan. Ko'ryapsizlar. 2 qarich desa yolg'on bo'ladi. Rosmon 2 qarich ekan mana. 1 2 qarich. 35 santimetr deydi, endi 40 demaylik. Dumbilni ko'ryapsizlar. Super natija. Xitoy 70, Xitoy 90 urug'lari ham bo'lgan. Lekin bular ancha yuqori natija. Mana o'yinni ko'ryapsizlar, mana men qo'lim. Turtma qo'limda mana 2,5 metr, 2,60 bo'lsa, qo'limni ko'taryapman, oyog'im uchida undan tepasi ham 1 metrdan oshdi. O'sgan joylar 4 metr. Past joylar 3,5, 3,70. 80 ming, 90 ming donadan urug' tushgan bo'lsa, endi 70-80 tonnaga xotirjam chiqadi, xudo xolasa. Endi yaxshi zo'r natija bahorga amapos berilib, yaxshi qaralgan joylarni endi natijasi zo'r bo'lgan. Bizning bitta kamchiligimiz, buni agrotexnikasida 24-25 santimetr oraliqqa ekilish lozim deyilgandi. Xitoyda mutaxassislar, biz to'g'risi 18 santimetrga ekdik. Doimgidek holatda o'zimizni nima bilan, lekin yaxshi hozir shu holatda ham. Mana dumbillarni ko'ryapsizlar. Ichlari ham yaxshi. Mana ichlariga kelsak, asta-sekinlik bilan kiryapmiz mana. Mana dumbillar. Ichi tashi mana uzoqdan ko'rinyapti. O'ta serbarg. Barglari katta-katta. Tanasi ham yo'g'on, o'ziga yarasha pishirib yeydigan holatda ekan. Silosda donlik miqdori ham yaxshi bo'ladi, oziqaviy kaloriyasi ham nihoyatda yuqori. Asosiysi hosildorligi yuqori. Dumbillar egilyapti, asta-asta egiladi bu. Hali donni to'ldirgan yo'q, endi mana ko'ryapsizlar. Hozir ko'rsalar-chi, endi don shakllanayotgan mahali. Hali pishirib yeydigan holatga to'liq kelgan yo'q. Kelgandan keyin egilib, qayrilib sekin tashlashni boshlashadi.
lekin dumbiliga gap so'z yo'q to'g'risi. Uzunlik jihatidan 35 sm xotirjam. Mana bir qarashdan yuqorida turib 1,5 qarash. Silos yo'nalishi bo'yicha, don yo'nalishi bo'yicha ko'p dehqonlarimiz $130 $140 ulug' olishyapti, ko'ryapmiz. Lekin natijasi shu puliga yarasha emas, shu pulni oqlamay, to'g'risini aytish kerak. Bil mana Xorazm, voha tomonlarga Buxoro,